الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Niso'ningki 59 oyatiga keldik. Ilgirki oyatlarda Alloh subhanahu va taolo bizga jannat, do'zax va buningga loyiq kishilar va jannat do'zaxning ma'lum darajada bizning aqlimizga tegadigan darajadagi tasvir sifatlari haqida so'zlab bo'lgandan keyin zehnimiz yig'ilgan, aqlimiz to'plangan, Allohning har qanday buyrug'ini ijro qilishga hozir bo'lgan bir holatga yarasha bir shaklda islomning asosiy prinsiplaridan adl, adolat ve onun oldida turadigan amanat masalasi haqida so'zlab o'tgandi. Bugungi oyatda Alloh subhanahu va taolo yana shunga o'xshash bizga iymon nuqtasidan xitob qilib turib, o'zining ta'limotlaridan, buyruqlaridan birini davatida astag'firullah. Ya ayyuhallazina amanu ati'ulloha va ati'ur rasul va ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi va rasul. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ey müminler, sizler Allah'a, Allah'ın Resulü itaat kılanlar ve aranlardaki iş ilgileri gibi itaat kılanlar. Eğer bir işte değertalaş düşüp kalsanlar, bu işini Allah'ın Resulü'ne kaytırınlar. Eğer sizler Allah'a ve ahiret gününe iman etken bolsanlar, ana şu sizler için, hemmenler için yaxşıdır ve güzel neticedir, güzel akıbettir deydi. Yani ayet ki hitap bilen başlanış meselesi hakkında biz nurgun toxtaldık. Ya eyyuhellezine amenu degan şekilde hitap bilen başlanışı. Nima üçün Allah bu yerda nimani iroda qiladi? Ilgariki o'tgan nurg'un oyatlarimizda bu haqda to'xtaldik. Endi bugungi oyatdami hammani demasak, chunki so'zlab bo'ldik ya. Bugungi darsga munosabatlik tarifini qana qilish, so'zlashda biroz foyda bor. Alloh subhanahu va taolo bugungi oyatda bizga deydigan asosiy temasi Allohga va Rasulga itoat masalasi. Bu yerda bir savol chiqdi. Men nima uchun Allohga itoat qilaman? Nima uchun Rasulullohga itoat qilaman? Buning dal sababini ilgirki xitobdan Alloh subhanahu va taolo bizga bildirib o'tdi. Ya'ni iymon etganlar deganning o'zi itoat qilishning asosiy sabablaridan biri sizning iymon etganlik. Menda bir nuqta oydinlashishi kerak. İnsanın bir erkinlik var. Nerede erkinlik var? Allah'ta iman etiş ve iman etmezlikte erkinlik var. Bu yerde tallaş hukuku var. Ve bu yerde ve bunun aldığı iman etişinin aldığı insanı yetekleydiğin yetekçisi akıl buludu. İnsan akıl yetekçisinin yeteklişi de dünyanın arkasında bir güçlüğün bağlılığını baykaydı. Ondan keyin şu asasda dünyanı yaratkan ve idare kılgan ve bu şekilde sistemlik bir şekilde menişini ve kapalatlı kılıvatkan küçüke iman eğitiş kademini basıdı. Yani olsun Allah. İman eğitip boğandan keyin ki bütün kademlerinin hemmesi bizden eğitkan şu imanımızın türküsü de
belgilengen belgilimi boyunca buludu. Yani bu yerdeki etiullaha ve etiur rasul deganning o'zi inson iymon olgan, iymon qadamini olib bo'lgandan keyingi tunji qadamini cho'qim Alloh ko'rsatgan va Rasululloh ko'rsatgan ko'rsatma bo'yicha qiladi degan bir ifoda bo'lishi mumkin. Qolgani vallohu a'lam. Shuningga biz ilgirki oyat bilan bu oyatning o'tirisidagi ba'zi ifodalarda farqni bayqaymiz. İlgirki oyatlarda adolatli qilish masalasida nas kishilar ifodasi qo'llanilgan va undan boshqa burunqi ba'zi oyatlarda ya ayyuhan nas kishilar ifodasi qo'llanilgan. Ammo mayada iymon etqanlar ifodasining qo'llanilishining sababi iymon etgandan keyingi butun ishlar mening dinim bo'yicha bo'ladi. Madam sen Allohni yaratquchi deb iymon etding. Allah'ның seni ve sen yaşayotgan bu zaminni yo'qdan yaratganligiga iymon etding. Bütün ishlarni o'rinlashtirganligiga iymon etding ve kelgusining egisi ekanligiga iymon etding. Seni tirildiradigan zot ekanligiga iymon etding ve sana hazırlab bergan bütün hazırlıklarning hammasining Alloh tarafidan ekanligiga iymon etding. Anda olgandan keyin mening gapimni anglashing kerak. Bu imanның taqazzası. Degan noktadan şu ya eyyuhellezine amanu atiullaha ve atiur rasul ma şekilde hitap konudu. Adette normalda insan bir ishqi buyrug'ini da biz avval insonning buyrug'ini aqlimizga to'g'rilaymiz. Chunki u inson-da, men bilan o'xshash inson. Mendan aqli biroz yuqori bo'lishi mumkin, tuyan bo'lishi mumkin yoki men bilan o'xshash bo'lishi mumkin. İnsanның qilgan buyrug'i aqlimdan o'tsa, men uni qilaman. Aqlimdan o'tmasa, men uni qilmayman. Ya'ni masalaninki mohiyatini tushunib, hikmatini tushunib qilma agar buyruq insondan kelsa. Ammo Allohdan kelgan vaqtda bizning erkinlik tarafimiz bu bayatındigimdek iymon etish, iymon etmaslik mushnoqda erkinmiz. Mushning oldida Alloh ixtiyorligimiz bor. Ammo madam Allah'ni ilah deb iman etib bo'lgandan keyin, Rob deb iman etib bo'lgandan keyin bizning Alloh tushirgan buyruqlarning ichidagi hikmatlarni surishtir qilish huquqimiz olmaydi. Balkim tushunishimiz mumkin Alloh qilgan buyruqlarning hikmatlarini va tushunmasligimiz mumkin. Ammo bizning uning tutilgan muomalamiz ne hikmatni tushunayli yoki tushunmayli farqsiz bo'lishi kerakki, Alloh buyurdi, men qana qilishim kerak. Mana bu bizning Allohga aytgan imonimiz va qilgan buyrug'iga qiladigan muomalamiz bilan insonlardan kelgan buyruqqa qiladigan muomalarimizninki farqi bu yerdan chiqadi. Nimishqa farqlanadi? Chunki insonlar qilgan buyruq mutlaka buyrug'ichining ma'lum manfaat asosida bo'ladi. Ya'ni buyrug'ichi shu ishdan ma'lum manfaat oladi. Bu bir nuqta. Ikkinchi nuqta, buyrug'ichining aqli tushunishi shu buyurgan ishining hamma doirasini o'z ichiga olalaydi yoki qanaqlanmaydi, ololmaydi. Bu ikki xil ahvol bor insonning buyrug'ida. Ammo Xoliq zotning buyrug'ida o'zga qilchilik manfaat yo'q. Chunki davomliq deb kelyapmiz va bugunmi takrorlaymiz. Bütün dunyodagi mahluqotlarning hammasi Allohning diginini qilib, Allohga taat ibodat qilib kelsa, Allohningki kamol qudratidan qilchilik oshirolmaydi. Bütün dunyodagi mahluqotlarning hammasi Allohga osiylik qilib diginini qilmasa, Allohning kamol qudratidan qilchilik pastlatmaydi. Bu nuqta bor. Bu muayyanlash bo'lgandan keyin ikkinchidan Alloh subhanahu va taolo o'zi buyurgan her ishda alim, hakim zotdir. Hikmetsiz, hikmeti yok, faydası yok ishni buyurmaydi. Ondan keyin hamma tarafini to'liq biladigan, bilmaydigan ishni bu. Ya'ni buyurgan ishlarning hammasini to'liq qanday qiladi biladi. Bu nuqtadan Alloh subhanahu va taolaning din kelgan har qanday buyruq Alloh uchun emas, balki o'zimiz uchun bo'lgan buyruq. Biz nima uchun Alloh subhanahu va taolo bu buyruqning asosi bo'lgan iymonni bizga ixtiyorli qo'ydi desanglar, bizning
Allah'a mecburi şekilde kelişimiz emas, belki ihtiyari şekilde. Zorlanıp emas, belki suyup tup kelişimizni xalaydı. Şu Allah subhanahu wa ta'ala zemindeki bütün narsani sistemlik bir şekilde, özünün vazifesinden çıkmaydıgan bir şekilde yaratışqa qadir bolsumu ve bütün narsani şunda yaratgan bolsumu, illa ki insanga erkinlik, ixtiyorlikni berdi, tanlash ixtiyorligini berdi. İnsan iman eytish, aytmaslikda erkin, iman eytib bo'lgandan keyin ta'limotga qanday qilish kerak, bo'ysunishi kerak. Endi bizningki atiulloha va atiur rasul buyruqiga qarata yana bir mulohizamiz. Bayatda dedik ya, iman eytishdan ilgari insonga aqli yetakchi. Aqli bu dunyoda bir yaratquchining borligi, idora qiluvchining borligi va mutlaqo hisob uchun tirgizguchining, ya'ni hisob og'uvchining borligini bizga deparalaydi. Biz bu nuqtaga kelamiz. Mushu nuqtaga kelib bo'lgandan keyin endi bu yaratquchi kim? Bu yaratquchining bizdan talabi nima? Biz bu yaratquchining talabini qandoq o'rinlaymiz degan nuqtaga kelgan vaqtda mutlaqo bir Allah tarafidan avatilgan, shuni tushuntiradigan bir kishiga ehtiyojimiz bor. Falsafchilar deydi. Degan gapining ma'lum qismi to'g'ri. Aql dinni tepishda yetarlik deydi. Biz deymizki, to'g'ri, aql dinni tepishda yetarlik. Allah'ның barliq birligini tepishda yetarlik. Ammo undan keyingi qadamda, ya'ni Allah kim? İsmi nima? Bizdan nima talab qiladi? Bizning qanday minishimizni istaydi? Ta'limotlari nima? Buni bilishda yetmaydi. Yo'lni sizishda aql yetmaydi. Cho'qim buningga uni qil deydigan, Allah munda, Allah deydigan bir tunuşturucuchi, yani taxmin qilsak payg'ambar elchi lozim. Dal mushu nuqtadan Allah subhanahu va taolo Allohga bo'ysuninglar va elchiga bo'ysuninglar deb payg'ambarga alohida buyruqni takrorlash orqali atiulloh va atiu bo'ysuninglar pilisi va atiur rasuldimi atiu bo'ysuninglar pilisi ayrim shaklda qanday qilyotdi, ifodalanyapti. Undan keyin hamda ve ulil emri minkum. Aranlardaki iş ilgilerine itaat kılınır. Çünkü Allah'ın Resulü'nün ki bizden talep kıldığını icra kıldığın kişiler, kim o aramızdaki iş beşiği çıkan kişiler. Lakin dikkatimizin tartıdığın bir nokta. Atiullah'ta buyruk pili var. İtaat kılınlar buyruk pilisi. Resul'da Resul itaat kılınlar diye orunda ayrım buyruk pilisi var ki ve atiur Resul. Ama aranlardaki iş beşidikilerine itaat kılınlarda pil yok. Belki beşidiki Resul'a bağlanıp kelek. Bu noktalar bizge biraz başkaça bir düşünce bir oldu. Biz bu hafta izlengenimizde Allah bilen Resulullah'ınki münasebeti, yani bizim itaat noktamızdaki münasebeti de izlensek Resulullah'ın vazifesi bunda 3 türge ayrışım mümkün Resulullah'ın vazifesini. Birisi Allah buyurganını ta'kidlab bizga qana qilish yetkirish. Bunun da huwa yani Allah'ın buyrug'ini, Resulullah'ın buyrug'ini. İkinci vazifesi Kur'an-ı Kerim'de icmali şekilde kelgan buyruqlarni Resulullah tafsili bayon qilish vazifesi var. Mesela namazını Kur'an'da farz dedi, zakatni farz dedi, hajni farz dedi, ro'zni farz dedi. Resulullah namazının vaqtlari, rakat sani, mesela o'qish jarayoni, hajninki tafsili ahvoli, zakatning miqdorlarini Resulullah bayon qiladi. Üçüncüsü Kur'an'da faqat tilga ilinmagan hükümler Resulullah tarafından ortaga qo'yilgan ahvollar var. Mana bu nokta Sura Niso'ningki 80-oyatidagi "Va men yuti'ir rasula, men yuti'ir rasula faqat ata'alloh." Rasululloh itoat qilgan, Alloh itoat qilgan bo'ladi. "Va ma ataakumur rasul faquzuhu va nahakum anhu fantahu." Rasululloh ip kelganini tutinglar, tosqan degan oyatlarda aks etadi. Mana bu yerda Resulullah'nınki 3 xil vazifesi oldu bayatını dep ötkenimdek. Muşularning hamda diqqat qilganimizda Allah'ның deganini aynan yetkizdigan,
Allohninki ijmoliy shaklda keltirilgan hukmlarini Rasululloh bayon qiladigan yoki Alloh Qur'onda faqat demagan hukmni Rasululloh sunnat nomida hadislarda bayon qilgan ahvollar bo'lg'achqa Qur'oni Karimdagi Rasulullohga itoat qilish ifodalari bugungi oyatga o'xshash atiulloh va atiur rasul. İtaat qilinglar buyrug'i Allohga ayrim, Rasulullohga ayrim qilgan ahvollar bor. Bundan boshqa oyatlardagi atiulloh va rasul oyatida Allohga va Allohning rasuliga bo'ysuninglar deb bir pil Allah va Allohning rasuliga teng ishlatilgan o'rinli va bayat o'qigan sura Nisoning 80-ci sura Hashrning 8-ci oyatiga o'xshash "Men yuti'ur rasul faqat ata Allah va ma ataakumur rasul fakhuzuhu va ma nahakum an fantahu" degan oyat tikili oyatlarga o'xshash Rasulullohga mustaqil hukm huquqini bergan oyatlar bor. Rasulullohga itoat qilish oyatimi 3 xil shaklda ifodalangan. Yana buyruq pil itoat qilish pilisi Allohga ayrim, Rasulullohga ayrim. Buyruq pil ifodasi, buyruqni ifodalaydigan pil Alloh bilan Rasulullohga bir dona. Undan keyin Allohga itoat qiling degan gap yo'q, Rasulullohga itoat qiling degan gap ayrim. Kelgan 3 turlik oyat va Qur'onda mush nuqtada biz Rasulullohning vazifasini 3 xil vazifasi va deb o'ylaymiz qarindoshlar vallohu a'lam. Undan keyin oyatning oxirisida ish egilirga itoat qilinglar, veliyul amrga itoat qilinglar babiga kelsak, bu yerda veliyul amrga ish egilirga oramizdagi bizni boshqaradigan kishilarga itoat qilinglar pilisi ayrim kelmaglik buyruq. Balki oldiga bog'lanib keldiglik. Bu nimani ifodalaydi desa, bizning ish egilarimizga, ustimizdagilarga itoat qilish, cho'qim Allohning rasuliga itoat qilish nimasi ostida bo'ladi? Challa ostida bo'ladi. Çatısı astıda buludu. Yani iş ilgileri üstümüzdekiler Allah'ın Resulü digini boyunca bizne her qanday aşkı buyursa itaat qilish o vaqtda vacib buludu. Ama Allah'ın Resulü sızgan sızıqdan çıkıp durup Allah'ın Resulü körüsetken yoldan çıkıp durup bizne itaat qildiysa o vaqtda mahluqqa itaat qilish yo'q. Çünkü şuna bir qoida var, hadislerin qoida, la ta'ata li mahluq fi ma'siyatil xaliq. Xaliqqa asiyolab turib, mahluqqa itoat qilish yo'q. Shunga Abu Hazim Maslama ibn Abdul Malik biz degan ulul amr emasmi? Biz ish egilar emasmi? Nima itoat qilmaysizlar degan vaqtida, Qur'oni Karimda ulul amri demidimi degan vaqtida mana bir javobni bergan. To'g'ri, Allah ulul amr dedi. Lekin shuningga diqqat qilishimiz kerakki, keyinida bir oyat bor. O'sha oyatning keyindan qayta o'qandik shu oyatni. Fa in tanaza'tum fi shay'in agar talashib qolsanglar, ya'ni ish egilari bilan boshquruvchilarning o'tirisida bir da'talash tushdi. Hokim bilan fuqaroning o'tirisida da'talash tushdi. Bo'lgan vaqtida mesele ne kaydıdı? Allah'ın Resulü'nün dinine kaydıdı. Yani şu demek ki hakimden, emirden, iş ilgilerinin ki üstümüzdekilerinin gibi buyruğu Allah'ın Resulü uygun, dinine uygun olsa, yani amanet, adalet, okşaş İslam prensiplerine uygun olsa, bu itoat qilish vacib bo'lgan buyruq bo'ladi. Oyatning degani bo'yicha. Ammo adolatdan chiqqan, omonatdan chiqqan shaklda, yo'ldan chiqqan shaklda kelgan buyruq bo'lsa, bu hokim vaqtda zolim hokim bo'ladi. Aniq esanoldi bo'lsin. Ya'ni ish egilariga itoat qilishning doirasi at-tanazu' da'talashib qolgan vaqtda, ya'ni masalan qanday qilamiz, bunday qilamiz bo'lib qolgan vaqtda cho'qim Allah'ın Resulü'ne bağlanğan bir dairede buluş gerek. Endi bu şekilde vaqtda qanday bunun tafsilati haqida sual tushirish mumkin. Bunun tafsilati manda. Bir hakim Allah'ın Resulü ko'rsatgan prinsip bo'yicha o'zining qo'l ostidagilarni boshqaradi. O vaqtda itoat qilish vojib. Ammo hakimninki yurgizgan siyosati, tutib mangan yo'li, fuqarolarni buyurgan buyruqi da'talashga chiqib qoldi. Yani bu yerde biraz itiraz çıktı. Asli yol bulmay kaldı. Bu kadar vaqtda
Buni Allah'ın Resulü'ne qaytırışının şekli, aramızdaki şekli ölüm Allah'a müracaat kılış. Hakimler şu vakitte ve hakim ve puhralar ölüm Allah'a müracaat kılıdı. Ölüm Allah meselini ayırıydı. Mesele boyunca mağdur. Yani ölüm Allah deganimiz hakiki Allah'ın Resulü'nün nima deganligini tushunadigan Rabbani ölüm Allah'dır. Endi bu ne? Bu meseleni bugün gündeki atalığından düşünsek, hakim bir cemiyette, iş üstündekiler yani bizning başlıklarımız değil, bizni başkurgan bir devlet beşi değil, xuddi icraiye idorasiga o'xshaydi. Ölümala bir cemiyette, bir devlette teşriiye, yani kanun çıkarış organıga o'xshaydi. Mangadigan yo'lni kim sizidi? Ölümala sizidi. Kim icra kılıdı? Hakimler, iş beşidikiler, emirler, devletinin reisleri qanday kılıdı? İcra kılıdı. Kur'an-ı Kerim'de Sure Nisa'nın 83. ayetinde وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Yani mesela detalışıp kalgan meseleni peygamberge, iş ilgileriga qaytırgan bolsa, bunu ularning içindeki alim kişiler kanaq yakunlab chiqara oladi. Alim kişiler biletdi onu degan bir şekilde ifodalangan qarindoshlar. Yani bu yerdagi veliyul emri xulosalasak gapni Allah'ın Resulüne itoat qilish doirasida bo'lsa, onun itoat qilinadi. Agar itoat qilish doirasida bo'lsa, itoat qilinmaydi. Va veliyul emri aramizdagi ish egalari degani hakimlar, reisler, bir devletning reisleri, emirler temsil kılıdığan icraiye organı bilen bulağa mağıdığan yolunu körüstüp durduğan kanun çıkış organını temsil kıldığan ölümala iki taraflı qanday kılıdı özüge alıdı qarindoshlar. Yani bu yerde talışıp kalsanlar ahiret günge Allah'a ahiret günge iman etsanlar bunu Allah'ın Resulüne qaytırınlar digini din bizden alıdığan xulasimiz eğer bir hakim, yoki bir reis, yoki bir iş beşidikiler meseleni Allah'ın ko'rsatmasdan chiqirib, diniy prinsipdan chiqirib boshqa yoqqa atmasa, u vaqtda nima yo'q, itoat qilish yo'q. Ondan keyin oyatning oxirisida Hazır biz o'qigan yerda Allohga iymon etsanglar va oxirat kuniga iymon etsanglar deb bir ifoda bor ya. Oxirat kuniga ifodasiga qaragan vaqtda ko'pincha qarshiliklarninki, xiloflik qilishlarninki, Allohning yo'lidan chiqishning jazosi dunyoda ba'zi beriladi, lekin ko'pincha vaqtda oxiratga qoladi. Shuningcha oyatning oxirisida zalika xayrun ve ahsanu ta'wila. Ana aşu yaxşıdır. Kim için yaxşı? Başqurganlar, reisler, hakimler için yaxşı ve puhralar için, yani hakim başqurayotgan Müslüman cemiyeti, Müslüman ammasi için mi hem yaxşı ve ahsanu ta'wila ki nihayette en güzel netice bu şekilden qanday qiladi, chiqadi. Mesela nihayette en güzel netice de tercüme kılıp şunda izahlashqa bir misal ağım geldi qarindoshlar. Hayatımızda nurgun devletlerini gördük. Reisleri qattiq zalim. Kişilerinin ağzını açtırmaydı. Kalem egilerini kalem tervetkilik koymaydı. Üzünün kılgan cinayetlerinin ortaya çıkışını bütünley çekleydi. Xuddi bu insanların eskiligi dünyada yo'qolib qolganlar. Ammo shunda huquqdan tushdi. Yoki shunda o'ldi. Shu hamallam qalamlar qanaq ketdi, tavrab ketdi. Buni hamma bilan bilamiz. Burun echilmagan eg'izlar echilib ketdi. Buni hamma bilan bilamiz. O adamning set namı, selbi obrazı mengülük tarihte yazılıp kaladı. Bunu biz güzel netice deyimiz mi? Ya ki yaman netice deyimiz mi? Tabii ki akıvadan her kandığı nispeten o intayın yaman bir akıvet. Ayette Allah itaat kılış, Resulullah itaat kılış ve ulul emirlerine itaat kılış depolup ulul emrinin itaatini Allah'ın Resulü'nün itaatinin astıda buluş gerek degan bir eskertme ve dayatalash chiqib qolgan vaqtida
Allah ve Allah'ın Resulünün ahkamlarını biladigan alimlarga murojaat qilishga ishorat qilganga qaraganda bu yerdan shu natija chiqadiki, sen bayatın deganimizdek hayotingda, qulangda huquq vaqtda bir ish egisi atrofingdagi sening xatoligingni ko'rsatganlarninki ig'izlarini italishing mumkin. O'zingning haq oldidagi nom, obro'yingni, nomingni güzelleştirishing mumkin, zo'lab axborot ilalloh bilan, tashviqotlar bilan. Ammo shunda sen huquqdan tushganning atisi yoki sen kunlarning birida podshohdan, amirlikdan, raislikdan turmaga kirishing mumkin. Shunda o'g'anning atisi sening butun abdibashing, burun to'xtagan qalamlar harakatga keladi, burun itilgan ig'izlar echiladi, abdibashing xalq olamining oldida o'rtaga chiqadi. Sen şermende olursa. Bu güzel akıbet emas. Maçta akıbet çıkmamaslık için ayette körüstülgen körüsetmeler intayin muhim. Bu hakimlarının hayatıdır muhim. Puhralarının hayatıdır muhim. Bu buyrukların hemmesi hakim puhra okşaş kelgen buyruk. Hakiminin aşta hakim buluşu, reisinin aşta reis oluşu puhraga bağlı. Yani Müslüman tekun yuammer aleykum degendek puhra qandaq olsa puhraga shundaq hakim, shundaq reis oludu. Agar nachar, zolim reis uni beshiga chiqib qolsa, puhra qanchalik badal to'lab uni o'rgatish kerak. Uning o'rniga chuqur adolat bilan hukm yurgizadigan, adolat bilan ish olib boradigan, Allohning rasuli degan bo'yicha ish olib boradigan hokimlar, reislar, yo'l boshchilar o'rtaga qanday qilish kerak, chiqish kerak. Shuning bilan vaqt munosabati bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Kelasi soatlik darsda kurashganga qadar hammanglarni Allohga omonat qildim. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.